Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan PostgreSQL ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni davom ettiramiz. Xo'p, kelar yana birinchi navbatda PostgreSQL ma'lumotlar bazasiga ulanib olamiz. Xo'p, demak, data bazalarimiz ro'yxatini ko'rib olamiz. Biroz tushunarsiz chiqdi. Bu yerdan chiqib ketamiz. Agar shunaqa holatga kirib qolsangiz, shunchaki klaviaturadan Q tugmasini bossangiz chiqib ketadi. Xo'p. Keyin bu yerdan universitet ma'lumotlar bazasiga ulanib olamiz. Universitet so'zini aniq noto'g'ri yozganman deb o'ylayapman. Universitet bo'lish kerak adashmasam. Okey, farqi yo'q. Xo'p, undan keyin jadvallarimizni ko'rib olamiz. Bizda bittagina students jadvali bor edi. Keyinlar bugun sizlar bilan yana o'zgartirish kiritamiz. Biz studentni yoniga boshqa bir qiymatni ham kiritib ketamiz, ya'ni o'qituvchilar ham kelishsin. Okey. Create table qilamiz birinchi navbatda. Undan keyin teachers. Xo'p, fieldlarimizni yozib chiqamiz. Birinchisi ID. Bu serial bo'ladi. O'tgan darsimizda aytib o'tgandim, ya'ni qiymatlar avtomatik oshib ketishi uchun primary key bu o'sha eng asosiy ma'lumot turi sifatida ko'rsatilib o'tilyapti. O'qituvchilarda ham ism familiya bo'ladi. First name, misol uchun varchar qilamiz. Va qiymat sifatida 100 keltirib o'tamiz. Last name unga ham varchar yordamida 100 keltirib o'tamiz. Studentlarda nimalar bor edi? Xo'p, undan keyin age bor edi. Okey, o'qituvchilarda age unchalik muhim emas-ku. Buni kiritib o'tamiz, mayli. Chunki ikkala jadval bir xil bo'lishi kerak bugun ko'rsatgan narsalarim uchun. Xo'p, keyin kurs degan joyi bor edi. O'sha kurs degan joyini Okey. Biroz o'zgartirish kiritishimiz kerak ekan. Yuqoriga qayta olmaymiz-da. Ya'ni men sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan operatorim uchun bizga aynan bir xil xususiyatlarga ega bo'lgan jadvallar kerak edi. Xo'p, mayli, kurs sifatida kiritib ketamiz. Buni qanaqa tushunasizlar? O'qituvchilarda o'tadigan kursni alohida ajratib qo'ygan va ular ma'lumotlar bazasida kiritilgan. Lekin unaqa bo'lmaydi. Xo'p, kurs sifatida bunga ham demak int tipidagi ma'lumotni kiritamiz va shu tariqa jadvalimizni yakunlab olamiz. Primary keyda xatolik bo'libdi. Va biz o'sha boyagi o'ylagan xatomizni ham to'g'rilab ketsak bo'ladi. Ya'ni bular umuman o'qituvchilar emas. Max students qo'yaylik. Ya'ni magistratura studentlari bo'la qolsin. Orqaga. Mana bu yerda primary keyda biroz sintaks xatoga yo'l qo'yganmiz. Shuni to'g'rilasak, primary key. Undan keyin bu yog'i mana shu tartibda students jadvali bilan bir xil tartibda bo'ladi. Xo'p, bizda jadval yaratildi, ya'ni create table bo'ldi. Demak, buni tekshirib olamiz. DT yordamida ko'radigan bo'lsak, max students nomli jadvalimiz yaratildi. Xo'p, bunga ma'lumot qo'shishimiz kerak biroz. Xo'p, bunga ham insert into yordamida ma'lumot qo'shib olamiz. Birinchi navbatda jadval nomi. Nimaga bularni ko'p ko'rsatyapman? Aynan tushunib olishingiz uchun biroz siz ham amaliyotda buni o'zingizda sinab ko'ring, shunda qo'lingiz o'rganadi. Aynan SQL bilan ishlash uchun ham. Xo'p, students deb yozganimizdan keyin bu yerdan o'sha kiritilish kerak bo'lgan qiymatlarni biriktirib ketamiz. First name, last name, age hamda kurs. Va value sifatida qiymatlarimizni kiritib o'tamiz. Ism ham topilmayapti. Abror. Xo'p. Familiyachi. Ahror bo'la qolsin.
Xo'p, yosh masalasi 24. Kurs 3-kurs masalan. Va buni yopib yana bitta ma'lumot qo'shib olamiz bu yerdan. Ahmad familiya, mana bu bittalik tirnoqdan foydalanganimiz ma'qul. Sharipov bo'la qolsin. Yosh sifatida 17 kiritaylik. Xo'p, kursi bular magistratura, to'g'rimi? Adashmasam magistratura faqat 2 yil. Biz bu yerda 3-kurs sifatida kiritib qo'ydik yoki uni o'zgartiramiz. Aslida ahamiyatsiz u, mayli. Xo'p, buni 1-kurs sifatida belgilaymiz. 17 yoshda magistratura 1-kurs, mayli. Xo'p. Endi kiritadigan bo'lsak, ikkita ma'lumotimiz kiritildi. Select all, mana bular katta harfda yozganimiz ma'qul. From Mac students. Ko'radigan bo'lsak, ikkita ma'lumotimiz bor. Xo'p, bugun nimalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan? Birinchi navbatda selectni alohida ajratib olishni ko'ramiz. Ya'ni biz hozir select all from qilyapmizda jadval nomini yozyapmiz. U jadval ichidagi barcha ma'lumotlarni bizga chiqarib beryapti. Ya'ni uni ID'sini, first name, last name, age, kurs. Bizga masalan nima kerak bo'lishi mumkin? Shunchaki ismi bilan kursi kerak bo'lishi mumkin. Bu holatda qanaqa bo'ladi? Endi select yordamida mana bu yerda aynan kerakli fieldlarni ham belgilab ketishimiz mumkin. Misol uchun bizga first name kerak, undan keyin kurs kerak. From qilamiz, yana o'sha holatda students. Endi ko'radigan bo'lsak, bu yerda o'sha hammasini ismi va kursi ma'lumot sifatida chiqarilib o'tyapti. Ya'ni demak, biz all belgisidan foydalanmasak agarda mana bu yerda alohida ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni first name, kurs yoki qaysi qiymat kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni yozib olishimiz mumkin ekan. Xo'p, bizda yana ba'zi bir tushunchalar bor. Bular order. Ya'ni order belgisi yordamida ma'lumotlarimizni o'sha tartiblab chiqarishimiz mumkin. Tartiblaganda aynan qanaqa? Misol uchun yoshiga tartiblab kichikdan yoki kattaga, kattadan kichikka qilib yoki kursi bo'yicha ham tartiblab chiqarishimiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Xo'p, select qilamiz. Birinchi all bilan ko'ramiz, from. Undan keyin jadvalimiz nomini yozib olamiz. Students. Va students jadvalidan aynan nimani o'sha filtrlab olishimizni ko'rsatib o'tishimiz kerak. Buning uchun order qilamiz. Order by bo'ladi. Undan keyin o'sha narsani yozishimiz kerak. Ya'ni misol uchun agar bu yerda age yozadigan bo'lsak, yoshi bo'yicha bizga filtrlab chiqarib beradi. Undan keyin ikkita kalit so'zimiz bor. Bular SQ va TSQ. Keyin bularni ishlatib ko'rib tushunib olamiz. Shunda osonroq bo'ladi. Ya'ni biz bu yerda hozir age bo'yicha eski formatda saralagan bo'lsak, yosh o'sish tartibida chiqaryapti. Ya'ni 18, 23, 25, 31 ko'radigan bo'lsangiz, o'sish tartibida. Agarda buni deskga o'zgartiradigan bo'lsak, undan keyin bizda teskari tartibda chiqarib berardi. Ya'ni 54 dan boshlab bu tartibda chiqaryapti. Ya'ni bu yerda bitta fieldni ko'rsatib, uni saralashimiz mumkin. Misol uchun kurs ham bo'lishi mumkin bu. Keyin select qilamiz. Ismi bilan kursini chiqargandik o'tgan safar. First name hamda kurs. From students. Undan keyin order by va bu yerda kursni yozib olamiz va ASCII formatda, ya'ni o'sish tartibida chiqarib olamiz. O'sish tartibida 1 dan 6 gacha bo'lgan kurslarda kelib chiqyapti. Agarda buni dest deydigan bo'lsak, kamayish tartibida ma'lumotlarimiz filtrlanib chiqarib berilar edi. Xo'p. Demak, buni ham ko'rib oldik. Undan keyin bizda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu union degan kalit so'zimiz bor. Union nima deydigan bo'lsak, bu jadvallarni bir nechtasini bog'lab ma'lumotlarni olish, ya'ni bitta jadvalda emas, 2 yoki undan ko'p jadvallar orasida ma'lumotlar bilan ishlash uchun unionlardan foydalanamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Kelinglar. Select all from students va bu yerda uniondan foydalanamiz, ya'ni mana shu tartibda yoziladi union kalit so'zi va all qilamiz. Undan keyin ikkinchi jadvalimizdagi ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz. Select all from
max students. Mana shu tartibda yozib olishimiz mumkin. Ko'radigan bo'lsak, endi barcha ma'lumotlar chiqyapti. Ya'ni mana bu yerdagi ma'lumotlarimiz birinchi jadvalimizdagi. Bu yerdagisi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi jadvalimizdagi ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni bitta komanda yordamida ikkita jadvalimizdan ma'lumotlarni chiqarib oldik. Buni alohida filtrlab ham chiqarishimiz mumkin. Bularni keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha